Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Bugun biz Yandex dostavka tarifini ishlaymiz. Qancha pul topish mumkin shuni bugun ko'rib chiqamiz. Yandex servisini dostavka, ya'ni avtokuryer bo'lib ishlasa bo'ladi. Xohlasangiz mana bunaqa termokorov bilan orada ovqat tashiydigan zakazlar ham tushib turadi. KFC, Oqtepa lavash, Evos shu kabi fast foodlardan asosan bizga qanaqa dostavkalar tushadi, shular haqida ko'rsatib o'tamiz. Bu video montajsiz, pramo shu ekran zapisi bilan qilinayotgan video bo'lib, mana mashinani ham ko'rsatib o'taman. Taksiga umuman olganda to'g'ri keladigan ham mashina emas. Yo, taksida ishlasa bo'ladi Nexia 2. No, hozir bu holatida bir odam chiqqanidan ko'ra bu dostavkada mana farqi yo'qligini ko'rsatib o'tyapmiz. Qanday turdagi mashinangiz bo'lishidan qat'iy nazar ishlashingiz mumkin. Moskvich bo'ladimi, Tiko, Damas, faqat dostavka tarifiga. Endi Gazel, Labo, ular gruzovoy tarif, ular bo'yicha отдельно video qilamiz, xudo xolasa. Shu bu mashinada odam tashib bo'larmidi deydigan mashinangizda обязательно mana dostavka tarifida ishlashingiz mumkin. Biz ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana bugun 9-mart, yakshanba, soat 10:09. Video montajsiz, mana 9-mart 2025-yil soat 8 minut kam 9ligini ko'rsatib turibdi. Mana ko'rib turganingizdek pagoda, hamma joy ko'rsatilib turibdi. Endi Yandex Pro ilovasini ochamiz. Yandex Pro ilovasini yoqdik. Mana включите tarif start deb aytyapti bizga. Yo'q, biz hozir start tarifini o'chirib qo'yganmiz. Imенно biz avtokuryerimiz. Mana o'sha boyagi Nexia'ni zavat qildik. Xudo xolasa mana na liniya tugmasini bosamiz. Liniyaga chiqish uchun mana 8 dan 53 minut o'tdi. Zakaz yoqdik. Liniyaga chiqdik. Bizga zakaz qidiryapti. Biz ozgina katta yo'lga chiqib turishga harakat qilamiz. Aynan bugun yakshanba kuni, mana 8-martda ertasi 9-mart kuni bejiz qilmayapmiz. Ayniqsa shu yakshanba dam olish kunida mana soat 9da zakaz bajarishlar qancha pul topish mumkin shuni ko'rish uchungina shu video qilinyapti. Aytib o'tgandek, bu video montajsiz shundoq olingancha YouTube'ga joylanadi. Shuning uchun uzoq video chiqishi mumkin. Mana zakaz tushdi. Qabul qilamiz. Принять. Xaga borishimiz mana chizib berdi. Zakaz tushgan vaqtimiz mana 9 dan 13 minut o'tdi. Где-то 20 minut kutdik zakaz tushishini. Kartani kichiklashtirib ko'rib olishimiz mumkin. Mana shu qora to'rtburchak nuqtada
zakaz qilgan odam kutib turgan bizni. Dastavkani berib yuboradigan tochkaga mana yaqinlashib qoldik. Yetib kelgach, na mesте joyida tugmasini bosamiz. Endi mana bu menyuni tepaga ko'tarib ko'ramiz. Demak, bizda eshikdan eshikkacha degan joyi yo'q. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, klient bilan bog'lanish telefon raqami. Klient bilan bog'lanamiz, yetib kelganimiz haqida aytamiz. Posilkani olib chiqib berishdi. Korobkada pilisos ekan. Tak, demak, получить tugmasini bosamiz, qabul qilish. Подтвердить получение. Готово. Ana endi bizga olib borib beradigan manzilni chiqazdi navigator. Shu yoqqa qarab yuramiz. Mana yo'lda ketib boryapmiz. 1.8 kilometr, 4 minut qoldi. O'zi jami 2,5 kilometrlik masofa edi. Впереди камера на 30. Mana kamera borligi haqida ham aytdi bizga приложение. Mana manzilga yetib kelib qoldik. Xudo xolasa, burilib mana dvorga kirsak, o'sha manzil ekan. Yetib kelib mashinani bir chetroqqa to'xtatib, qulayroq joyga yana joyida na mesте tugmasini suramiz. Endi yana ko'ramiz. Demak, yetib keldik. Klient bilan yana bog'lanamiz. Klient bilan bog'landik. Xullas chiqamiz deb aytishdi. Demak, qarang, 1 minut 15 sekund qolyapti berishimizga. Undan keyin platni ожидание boshlanadi. Platni ожидание ham 10 minut. Shu 10 minut ichida umuman olganda 3 marta bog'lanishga harakat qilish kerak. Bir marta telefon qilib, klient telefoni o'chiq desa, ketib bo'lmaydi. 3 martada ham bog'lanmasangiz, keyin mana bu yerdagi mana возврат knopkasini bosamiz. Инструкции. Получить оплату. Получить оплату наличными. 7000 so'm. 7 ming? 7000. 7 ming. Yo'q, bunga mayda yo'q. Birinchi klient sizlarda. Ha. Yo'q, dastavka uchun berdi. Bu uchun emas, menga dastavka uchun 7000 da. Hozir olib chiqib beraman. Xo'p. Tak, 7000 so'm mana shu dastavka uchun pul yozdi. Naqd pullari maydasi yo'q ekan, kirib ketishdi berishga. Demak, naqd pul olishni qayerdan bilamiz? Mana bu yerda yozib turibdi. Наличными deyapti. Va mana bu belgidan ham bilsangiz bo'ladi. Shu belgi naqd pulli belgisi bo'ladi. Pulni berishdi. Shundan keyin mana оплата получена deganni bosib подтвердить. Berib yubordik posilkani, подтвердить вручение, готово tugmasini bosamiz. Keyingi zakaz olishga mana 6500 so'm 500 so'm servisimiz bor. Bizga shu ko'rsatib berdi расшифровкасini. Продолжить. Отправитель пропускаем. Baholashingiz mumkin 5 yulduzli sistemada. Mana endi yana keyingi zakazni kutib turibmiz. Toshkent vaqti bilan 9 dan 28 minut o'tdi. Tak, yana mana zakaz tushdi. Bu safar tochkalar ko'p ekan, qabul qildik.
sog' mashina zavod bo'ldi, xudo xolasa. Endi dastavkada eski mashinada ham ishlasa bo'lgani bilan mashina doim nahado bo'lishi kerak. Shunaqa payt zavod bo'lmay qolib, yana 4 ta odam qidirib itarib yurishga shunaqa holatlar bo'lmasligi kerak. Bu zakazimiz mana 5 minutdan keyin tushdi. Bunda keyingi manzilga ham yetib keldik. Na mesте tugmasini bosdik. Va alaykum assalom. Mana shumi? Hop. Hop. 22 ming ko'rsatdi. Ha, bo'pti, rahmat. Ha, yo'q, o'rtada yana bitta zakaz bor-da, uni olaman. 4 ta tochka tushdi-da. Yo'q, qolmaydi, endi biz zakaz bajarishimiz kerak-ku baribir. Hozir men ko'raman hozir, получitni bo'lsa hozir. Yo'q, men qilmayman buni, Yandex qiladi. Ha, tushunarli. Ha, Maksim Gorkiyga mi? Ha, dema sizniki ekan. To'rtta zakazni oldik, yo'lga tushdik. 14 kilometr ekan, 22 minut beryapti vaqt. Bugun yakshanba kuni probka yo'qligi uchun tak Toshkentda 14 kilometr 22 minutda borish oxirgi paytlari juda murakkab. Mana yo'lda ketayotganimizda ikkinchi tochka berib qoldi. Qabul qildik. Keyin kartaga qaraymiz. Hozircha o'sha beradigan, demak yetib borishimizgacha yana bitta joydan Перейди posilka камеру на полосу. olish kerak ekan. Tak. Uzr, adashib ketibman. Demak, posilkani men bu yerga berganimizdan keyin yangi posilka uchun borish manzilini ko'rsatib turibdi. Mana manzilga yetib keldik. Joyda knopkasini bosamiz. Ya'ni o'tkazib qo'yamiz surib. Endi klient bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hop, salomat bo'ling. Tak, получить оплатуni bosamiz. 22.500 so'm naqd pulda olish ko'rsatyapti. Pulni oldik, оплата получена, подтвердить. Подтвердить вручение. Voy, oshna uzr. Готово. Demak, bu bizda hozir turgani keyingi zakazimizga yo'l turibdi. Sirazi mana boramiz keyingi zakazga. Yetib keldik, na mesте tugmasini bosdik. Yana klient bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Ololmadik, bizga boshqa zakaz tushdi. Adveri. Принять. Undan keyingi zakazga ketyapmiz. Tak, bunu adveri tushdi. Bundan oldingi zakazlarimizda undaqa funksiya yo'q edi. Bu nima degani? Xullas, mana shu manzilga yetib borib, shu adresga mana adveri va termokorb bilan kirib boramiz. Sariq sumka bilan degani. Mana shuni e'tibor berish kerak shundaqa ma'lumotlarga. Oltin tepa 19.
yetib keldik. Dadviri degan uchun endi termokorp bilan kiramiz. Na mesте bosdik. Ha, mashetkami? Telefon qilamiz, yetib borganmi? Получить. Подтвердить получение готово. Har doimgidek Foziltepa 40 ga borar ekanmiz. 27 minut vaqt beryapti. Ko'rib olamiz buni qayerdaligini. Foziltepa. Tushunarli. 15-chi. Yo'q. Nyatloshka, Zhukovskiy. O'sha tomonga qarab ketdik mana. Mana manzilga yetib keldik. Почти. Ozgina qoldi. Bu как раз o'sha Nyatloshka больницani ichida ekan. Klient bilan bog'lanamiz. Instruksiya, получить оплату. 41 ming ekan. 41 ming. 40 bo'ladimi aka? Rozimisiz? Ha, mayli, xo'p. Оплата получена. Подтвердить. Подтвердить вручение готово. Продолжить. Mana yana zakaz tushdi. Принять. Keyingi zakazga qarab yuramiz. Soat 10 kam 11 bo'ldi. Keyingi zakazimiz 2 kilometr 5 minutlik yo'l ko'rsatyapti. Yetib boramiz, xudo xolasa. Keyingi zakazga yetib keldik. Farxatskiy zapchast bozor ekan. Klient bilan bog'lanamiz. Что, bu yerda kirib ketdi? Dostavkami? Подтвердить получение. Готово. Olib chiqib berishdi. Zapchast ekan. Boradigan manzilni ko'rib olamiz. Tak. Boradigan manzilimiz Yunusobod ekan. Yunusobodga qarab yuramiz. Bizga yana mana yaqinlashib kelishimiz bois yana bitta zakaz tushdi. Qabul qildik. Ana o'sha Yunusobodga ham yaqinlashib qoldik. Keladigan manzilga. Biz telefon qilaylik. Yandex zastavkadan keldik. Mana yetib keldik manzilga. Bu Sayram bozori ekan. Bu ham zapchast magazinlar bor joy. Na mesteni bosamiz. Instruksiya, получить оплату. Ha, mana коробка. 29 ming ekan. Yo'q, berishmadi. Hozir 1 minut. Mana. Ya qo'yavering. Hop.
Так, оплата получена, naqd pul ekan, подтвердить. Готово. So'ng mana keyingi zakazga qarab ketdik. E'tibor berdinglar, zakazlar soni uzilmayapti, keti-ketiga ulanib tushyapti. Soat mana Toshkent vaqti bilan 11 dan 22 minut o'tdi. Na местeni bosdik. Chunki yetib keldik. Almas. Al. Klient bilan bog'landik. Biz dvorga navigator olib kirdi, lekin klient tashqariga katta yo'lga chiqishimizni so'radi. Mana shunaqa o'shaning uchun klient bilan albatta bog'lanish kerak. Lokatsiya hamma vaqt ham to'g'ri ko'rsatmaydi. Поселкani oldik. Подтвердить получение. Готово. Mana olib boradigan manzilimiz yana 12 kilometr 22 minutlik. Bu safar qayoqqa ketyapmiz? Tinchlikka ketayotgan ekanmiz. Yurishni boshladik. Manzilga yetib keldik. Na местeni bosamiz. Точно ko'rish uchun. Mana shu dom ekan. Klient bilan bog'landik. Hozir chiqamiz deb aytdi klient. Инструкции. Получить оплату. 22 ming naqd pulda olishimizni ko'rsatyapti. Ungacha yana bitta zakaz tushib qoldi. Bu zakazni qabul qilib qo'yamiz. Подтвердить, готово. Berdik, keyingi klientga qarab yuramiz. Na месте yetib keldik. Klient bilan bog'landik. Bu ham mana adviri degan funksiyasi bor ekan. Usluga to есть ko'rsatilgan. Demak, hozir kirib olib chiqaman magazindan. Klient bilan bog'landim, magazinning nomini aytdi. Shu yonimda turibdi, kirib hozir olib chiqamiz. Oldik, получить bosamiz. Подтвердить. Готово. Bu idish tovoqlar magazinidan servis ekan, korobkada upakovani. Mana bizga qayoqqa borishni ko'rsatyapti. Tinchlikdan, demak, General Uzoqovdan Qushbegiga ekan. Mana yurishni boshladik. Yetib keldik. Na месте tugmasini bosamiz. Adviri bo'lgani uchun posilkani olib kirib beramiz. Получить оплату, olib kirib berdik restoranga. 25 ming ekan. Хорошо. 25 ming оплатаны oldik. Подтвердить. Подтвердить вручение. Готово. Получено наличными 73 ming итоговый. Продолжить. Отправителя baholaymiz. Получателя ham baholaymiz. Bo'ldi. Keyingi zakazni kutamiz.
zakaz tushdi. От двери до двери 6 minutlik yo'l. Qabul qildik. Yo'lga tushdik. Soat 12dan 22 minut o'tdi. Toshkent vaqti bilan ishlashda davom etyapmiz. Bu zakazga ham mana yetib keldik. Mahallanichi. Posilkani oldik. Boradigan joyi ko'rib olamiz. Ko'rib oldik. Davom etamiz yurishda. Sergeliga qarab yuradigan bo'ldik. Rakat mahalladan Sergeliga. Mana yetib bormasimizdan yana zakaz tushdi. Qabul qildik. Yo'lda davom etamiz. Sergeliga ham yetib bormasak ham u Bobur mahallani ko'rsatyapti. Yetib keldik. Namesteni bosamiz. Assalomu alaykum. Dostavka Salom. sizgami? Sizgami? Dostavka sizgami? Sizgami? Hop, hozir. Получить оплату. Ham 22.500 ekan. Oldik. Hop, bo'pti, salomat bo'ling. Подтвердить. Подтвердить учение готово. Keyingi zakaz bizni kutib turibdi. Shunga qarab yuramiz. 500 metr ekan, 2 minutlik yo'l. Yetib keldik na месте. Posilkani oldik, yuk korobkalarda oziq-ovqat mahsuloti ekan. Demak, qarang, bu biz Yandex dostavkada 20 kilogacha bo'ladi har bitta yuk. Ular 20 kilodan ko'p ekan jami. Lekin aytdim, tushuntirdim, bizda shunaqa. Buning uchun gruzovoy tarif chaqirishingiz kerak dedim. Lekin endi keling dedi, xullas kelishib hamma narsani yo'li bo'lgani kabi mashinaga sig'adigan ekan, eng asosiysi. Sig'dirib, mana kelishib pulni olib ketyapman. Yandex o'zi ko'rsatgan tarifdan tashqari qo'shib berishga rozi bo'ldi. Mana ham rozi bo'lib, mana olib ketib zakazni bajaramiz hozir. Boryapmiz. Xullas endi borganimizda yana zakaz tushib qolishi mumkin. Shunga qiladigan mana hozir bir tanaffus qilish mumkindir. Yoki metan gazga kirish mumkindir. Yoki shunaqa payt mana bosib, mana tepada sariq dumalog'i pastdagi UTS liniya, ya'ni liniyadan chiqish bo'ladi o'zbek menyuda. Shuni bosib qo'yamiz. Mana ko'ryapsiz, seri kulrang bo'lib qoldi. Demak, mana shu holatda biz borib bu zakazni yakunlasak ham yoki yetib borgunimizcha ham zakaz tushmaydi. Shundan keyin bu zakazni bergandan keyin o'sha qilmoqchi bo'layotgan ishimiz bemalol qilib tanaffusdan keyin yana qaytishimiz mumkin. Zakazni topshirdik. U yerda zakazni qabul qiluvchi yo'q ekan, qaytarib yana olib kelib berishga to'g'ri keldi. O'sha vazrat knopkasini bosish bilan amalga oshiriladi bunaqa ish. Xullas hozir mana liniyadan chiqib qo'ydik. Chunki pauza, ozgina mashinaga hozir metan gazga kiramiz. O'shaning uchun pauza qilyapmiz. Toshkent vaqti bilan soati 1dan 35 minut o'tdi. Mana shu ondan boshlab pauza qilamiz. Mana biroz tanaffusdan so'ng yana ishni boshlaymiz. Xudo xolasa. Soatimiz 20 takam 3 bo'lganini ko'rsatyapti. 1 soatdan sal oshiqroq tanaffusdan keyin yana zakazni olishni boshlaymiz. Liniyaga chiqamiz.
hurmatli haydovchilar, mana sezgan bo'lsangiz, liniyani bosganimizdan keyin sразу zakaz tushish yo'q, chunki uzilish bo'ldi. Sepochka zakazlar zanjiri degan narsa bor. Boya ko'rganingizdek, hali tugatmasimizdan bizga ketini ulab zakaz berib turuvdi, lekin pauza qilib liniyadan chiqib ketganimiz bois mana shunaqa endi kutishga to'g'ri keladi. Yana 5 minutdir, 10 minutdir kutib turishga to'g'ri keladi. Mana zakaz tushdi. 5 minut o'tar o'tmas qabul qildik, xudo xolasa. Bu zakaz mana 14 dan 42 minut o'tganda tushdi. 1 kilometr 3 minut beryapti. Ko'rib olamiz, demak, razvorot qilib qaytarganmiz. Manzilga yetib keldik. Na mesda odatdagidek bosamiz. Ko'ramiz endi qanaqa zakaz ekan. Tak, adviri ko'rsin. Posilkani oldik. Mana manzil chiqdi. 8 kilometr 13 minut vaqt. Shu yoqqa qarab yuramiz. 18 ming bo'ldi. Подтвердить вручение berib yubordik. So'ng zakaz tushdi. Shunga qarab ketamiz endi. Yetib keldik keyingi zakazga ham. Klient bilan bog'lanamiz. Hop. Oldik. Zakazga qarab boramiz. $25.500 bo'ldi bu zakazimiz. Sergeli faizdan Zangataga, O'rtoqolga keldik. Pulni oldik. Posilkani berdik, готов. Endi keyingi zakazni kutamiz. Zakaz tushdi. Aleyküm. Zakazni oldik. Choshtepadan 54-razyezd. Borayotgan joyimiz Jarariq. Yana zakaz tushdi, yetib borganimizcha qabul qildik. Mayda yo'qmi? Yo'q, mayda yo'q edi, gaz bor. Keyingi zakazga ham yetib keldik. Dastavkani oldik, yo'lga chiqdik endi. Bu dastavka juda ham uzoqroq ekan. 25 kilometr 44 minut ko'rsatyapti. Shu
Uchxo'z tomonga ekan. Yangi O'zbekistondan ketib Uchxo'z tomonga yurish ekan. Manzil o'sha tomonni ko'rsatib turibdi. Oxirida borib ko'ramiz qancha yo'l kira chiqqanini. Mana yetib ham keldik Uchxo'zga. Na месте knopkasini bosamiz. $44,500 yozdi. Assalomu alaykum. Yana zakaz tushib qoldi. Bu posilkani berganimizcha. Pulni oldik, posilkani berdik. Endi mana keyingi zakazga ketyapmiz. Mana soat 17:34 ko'rsatyapti. Hamon o'sha iftorlik mahali yaqinlashib boryapti. Biz ishda davom etyapmiz. Yetib keldik, endi dastavkani olishni kutib turibmiz. iltimos qarang, ular sizga dastavkadan tashqari 65,000 naqd pul beradilar. O'sha shuni amalga tashib keta olasizmi? Iltimos, kartalar yetmay qoladi. Zakaz oldik, yo'lga chiqdik. Qancha bo'ladi? Keyingi zakazga yetib keldik. Undaki mana chiqib keldik. Получить. Hop, alaykum. Alaykum assalom. Salomlar aka. Rahmat, xudoga Odam shukr. pulni berib olib qoladi aka. Nomerlarni kiritib qo'ydim. Hop, tushundim, hop. Qaytarib ketaylik deb. Dastavkani olib keldik. 35,000 so'm bo'ldi. Yunusobod 11-kvartaldan Hasanboyga. Yana zakaz tushdi. Alaykum assalom. Haber ko'r. Ber. Kartadan emas ekan, ko'ra olasizmi? Hozir ko'rib beraman. Naqd pulda ekan. Bo'ldi, berib ol. Hop, bo'pti. Zakazni olib ketyapmiz. Aynan damda soatga qarab qo'yamiz. Soatimiz 10 ta kam 7 bo'layotganini ko'rsatyapti. Yetib keldik. 15,500 so'm. Hasanboydan 5-detskiy больница orqasidagi mahallaga yozdi. Beshinchi больницаga tashlaganimizdan so'ng yana ikkita zakaz tushdi. Oxirgi zakaz Sergelida tugatdik. Video endi ko'p bo'lib ketmasligi uchun, uzoqdan uzoq chiqmasligi uchun qolgan ikkita zakazni syomka qilmadik. Uni hozir ko'rsatib ochib beraman. Zakazlar tarixida turibdi. Jami 17 ta zakaz bajarildi. Mana 9-mart sanada turibdi. Oxirgi zakazimiz mana o'sha 5-больницаdan keyin Yunusobodda 8-kvartaldan tushdi. Va oxiri shu Sergelida tamomlandi. Mana tamomlangan vaqti 8dan 37 minut o'tgan. Demak biz ertalabki 8dan 52 minut o'tganda liniyaga chiqqan edik. Mana 8dan 37 minut o'tdi.
12 soat, почти 12 soat bo'ladi. Bunun ichida 1 soat pauza bo'ldi. Demak, liniyada 11 soat yurdik. 200 kilometrdan sal oshiqroq yo'l bosib o'tdik. Jami zakazlar bo'yicha zakazda yurgan kilometrimiz shunaqa bo'ldi. Endi bu yer ko'rib turibsiz, 3 ta zakaz yetmayapti 60 ming bonus olish uchun. Bizga 15 ta zakaz uchun bonus maqsadga erishdik. Mana maqsadlarni ko'rishimiz mumkin. Biz 17 ta zakaz bajardik 9-mart kuni. 35 ming so'm bonus. Endi videoni qolgan qismini mana shu 35 ming so'm bonus ham tushganidan keyingina so'raladi. Bu ertaga ertalab qolgan qismini syomka qilaman. O'shanda polni расчет chiqadi. Bir kunlik tushgan pul, komissiya, metan gaz, sof foyda. Mana o'sha hisob kitob. Mana shu qismi ertanisiga bo'lyapti shu syomka. Chunki 35 ming so'm bonus ham kelib tushdi. Shu bilan jami foyda tushum 491 ming so'm tashkil qilyapti. Bundan mana Yandex komissiyasi 80.280 so'm. Metan gaz quydik 69 mingga. Bir kunda shu bitta zapravka tugadi. Xudo xolasa mana sof foyda 341 ming so'mni ko'rsatyapti. Bu mashinani rasxodiga qarab bir xil mashinalar kamroq metan quyadi, ko'proq. Shunga qarab chiqadi. Mana 340 ming so'm foyda ko'rsatib turibdi. 11 soat liniyada yurdik, 200 kilometr yo'l bosdik. Dastavka tarifida, dastavka uchun eslatib o'taman. Har turdagi avtomobil to'g'ri keladi. Yili ishlab chiqarilgan yilidan qat'iy nazar har turdagi mana Vaz, Gaz, mana Volga, Jiguli, Tiko, Damas har xil mashinalarda qilishingiz mumkin. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling hoziroq yoki javob yo'q bo'lsa Telegramga yozing. Biz albatta aloqaga chiqamiz. Operatorlarimiz onlayn ulanib zakaz bajarishingizga yordam berishadi albatta. Mana shu videoda qanday qilib zakaz bajarishi ham ko'rsatib berildi. Hamma bir kun davomidagi faqat 2 ta zakazdan tashqari barcha zakaz videoga tushdi bajarilishi. Ko'rib, o'sha hamma situatsiyalar bo'ldi u yerda. Kartadan to'lovlar va naqd pul to'lovlar hammasi tushuntirildi. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, ishlang, daromad qiling. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.